Tezkor xabar: O'zbekistonda bugun Ramazon hiloli ko'rinmadi. Shu bois ro'zaning ilk kuni 19-fevral sanasidan boshlanadi. O'zbekiston musulmonlari idorasi Saudiya Arabistonida 18-fevraldan Ramazon oyining birinchi kuni boshlanishiga doir xabarlarga aynan mana shunday munosabat bildirdi. Diniy idora fatvo markazining ma'lum qilishicha, 17-fevral kuni O'zbekiston va bir qancha davlatlarda Ramazon hiloli ko'rinmagan. Shu bois O'zbekistonda Ramazon oyining birinchi kuni 19-fevralga to'g'ri kelishi haqida qaror qabul qilindi, deyiladi rasmiy bayonotda. Fanlar akademiyasi astronomiya instituti taqdim etgan ma'lumotlar ham bu kuzatishlarni tasdiqlagan. Diniy idoraning ma'lum qilishicha, Misr, Eron, Turkiya, Indoneziya, Malayziya, Singapur, Pokiston va Markaziy Osiyoning barcha davlatlari kabi aksar musulmon mamlakatlarida ham Ramazon oyining birinchi kuni 19-fevralga to'g'ri kelmoqda. Eslatib o'tamiz, bugun tushdan so'ng Saudiya Arabistoni Oliy sudining Oy ko'rish qo'mitasi 2026-yil 18-fevralni Ramazon oyining birinchi kuni deb e'lon qilgandi. O'zbekistondagi 2000 dan ortiq masjidlarda ertaga 18-fevral kuni xuftondan keyin taroveh namozlarini o'qish boshlanadi. Ramazon ro'zasining birinchi kuni payshanba 19-fevraldan boshlanadi.